Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizni kuzatib boruvchilar. Anchadan beri YouTubega video qo'ymagan ekanmiz. Bir video olib qo'yib qo'yamiz. Xo'p, hozir tayyorlaydigan narsamiz gong sepadigan va yuk ortadigan lenta. Videoni o'tkazib o'rmasdan ko'rsangiz, to'liq ma'lumotini berib tushuntirib beramiz. Gong sepadigan agregatimiz 4 tonnali, 2 ta parrayli, gong ham sepaveradi, mineral o'g'itlarni ham sepaveradi, harakatni traktorni vomidan oladi. Narxi 40 million so'm. Shu holatdagisi, bundan boshqachalarini ham tayyorlab beraveramiz. Katta kichikligiga qarab narxlar o'zgaraveradi. Bu mana hozirgi orqasida 2 ta parrayli deganimiz. Keyin ichida zanjiri yuradi. Zanjirini balondan biz olmaymiz. Zavodskoylar bilasizlar, balondan oladi. Biznikilar balondan emas, reduktordan oladi harakatni vom bilan. Qulayligi buni masalan balondan oladigan, qachon yursa ichidagi gong chiqib kelib keyin sepadi. Biznikida bo'lsa vomni ulab qo'yadigan bo'lsa, o'sha vom aylandi, gongni tortib turib, turgan joyda ham sepishni imkoniyatini beradi. Yutug'i biznikining ichki qismida sep qo'yiladi, zanjir emas. Hozir seplarni ham ko'rsatamiz. Orqalari ochilib yopiladigan qismlari bo'ladi, zaslonkasi. Parraylari 2 talik. Parraga qalin flanisi bor. Qalin flanisimiz mana bu. Vtulkaga variti bo'ladi, vtulkasi bor o'zini. Mana bunday vtulkasi bor. Bunga variti bo'ladi. Mana bu katta diametrdagi parraylarimiz bo'lsa, bolt keka orqali qatirlab bir-biriga, keyin plus sepuvchi parrakchalari ham bor, ular ham bolt keka bilan qatiriladi. Mana oldi tarafdan ham biroz ko'rsatib qo'yamiz. Mana oldi qismlari juda bir chiroyli, xuddi zavodskoyga o'xshab ishlanyapti. Yonlariga uporlari beriladi, hali oldiga ham yonboshlariga uporlari beriladi. Sababi o'sha yuk ortgan mahalda qornini chiqarib olmaslik uchun. Mana ichki qismiga mana shunday holatda zanjir qo'yiladi, sep qo'yiladi. Tortishi bir xil bo'ladi. Bir-birini orasiga tish tushib qoldi, tushmay qoldi degan narsa bo'lmaydi. Bir tekisda tortib beraveradi. Shunaqangi gaplar. Chiroyli qilib kraskaga bo'yab, ishlatib, ispitaniyadan o'tkazib, kanalimizga yana qo'yib qo'yamiz videolarni. Ikkinchisi bo'lsa bu lentamiz. Bu lentamiz hozir O'zbekistonda yangilik desak ham bo'laveradi. Sababi bu lentamizda hozir faqat ortchi qismi turibdi. Xitoyda chiqadigan hozirgi lentalar borki, siloslarni o'zi ko'chirib, uch qismiga yana bir bu tarafga qaratib ham silindrda ko'tarilib tushiruvchi uch qo'yiladi va uchida drabilkasi bo'ladi. Drabilka silosda uyumini ko'chirib turib, lentani ustiga tushirib beradi. Lenta bo'lsa, u yoqda mototsiklda turadi, mototsiklga ortib beradi. Mototsiklni ham hozir tayyorlayapmiz. Ichkarida ramalar tayyor bo'lyapti. Uni ham ko'rsatib qo'yamiz. Vazifasi silosni ko'chirib, mototsiklga tashib beradi. Mototsikl uni aylantirib, meshalka qilib, aralashtirib 3-4 ta narsani mollarga tarqatib beradi. Hozir bu ham tayyorlanish jarayonida. Hop. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Bu faqatgina silos uchun emas. Transporter lentani o'zini ham tayyorlab beraveramiz. Nimaga kerak bo'lsa, g'ishga kerakmi yoki mana bunday gong sepadigan agregatni ham bo'yi baland bo'ladi. 2 metrdan oshiqroq, 2.10 mi chiqadi. O'shanga ortish uchun ham xizmat qilib beraveradi. Любой narsaga to'g'ri kelaveradi. Buni hozir 4 ta baloni bo'ladi. Istalgan joyingizga, mashinaga ulab yoki bo'lmasa boshqa narsaga ulab ham haydab ketib ishlatsangiz bo'laveradi. Hop, mana endi mototsiklimiz. Mototsiklimizni ramasi tayyor bo'lyapti. Ramas tayyor ham bo'ldi. Endi yig'ish ishlari qoldi buni. Mostlarni o'rnatib, xudo xolisa shanba kuniga materiallarni olib kelib tayyorlashni boshlaymiz buni ham. Buni ustida o'sha 3 kubali bunkeri bo'ladi, aralashtirib mollarga tarqatib berishdi vazifasini bajaradi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, kuzatib tursalaring, joylab boramiz videolarni, xudo xolasa.
Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sizga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, aqlimiz yetsa, zakaz orqali tayyorlab beraveramiz.